Hozirgi kunda ko'pchilikni qiynab keladigan kasalliklardan biri tizzadagi tog'ay yirtilishi. Tog'ay yirtilishi, ya'ni mensik razrif. Mensik razrif bo'lganda qanaqa lecheniya taktikalarini olib borish kerak? Operatsiya qilish kerakmi yoki operatsiya qilmaslik kerakmi? Bugungi videomiz aynan shu haqida bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Men Jo'rayev Jamshid, vrach-travmatolog, ortoped, kinezologman. Mavzuni yoritib berishimizdan oldin tizzani o'rtasidagi tog'ay, yarim oysimon tog'aylar, ya'ni mensik qanaqa holatda joylashganligi, vazifasi nima ekanligini to'liq tushunib olishimiz kerak bo'ladi. Tog'ay ikkita bo'ladi. Tashqi lateral tarafda lateral tog'ay, ya'ni lateral menisik, ichki tarafda ichki medial menisik bo'ladi. Bularning vazifasi tizzani ikkita suyakni bir-biriga ishqalanishini oldini oladi. Ochilib yopilganda suyak bir-biriga tegmasligi kerak va yurganda amortizatsiya vazifasini bajaradi. Tepadan kelayotgan yukni taqsimlab boldir suyagiga o'tkazish vazifasini bajarib beradi. Anatomik jihatdan tizza o'rtasidagi mensik tog'aylar, tog'ay to'qimalari qon tomiri juda kamligi evaziga yirtilishga juda moyil bo'ladi. Buni yirtilishiga sabab tepadan tushayotgan yuk to'g'ridan-to'g'ri tog'ayga tushib ketishi mumkin. Tog'ayga tushganda doimiy o'sha suyakda, ikkita suyakni o'rtasida qolib ishqalanish natijasida tog'ayda razrif menisik bo'ladi. Razrif menisikdan keyin bu yerda mensik yirtilgan tog'ayda bitishi juda qiyin. 10% holatda bitishi mumkin. Faqat unga ham sharoit yaratib berganingizdagi holatda bitadi. Chunki tizzaga tushayotgan yuk, nagruzka yo'qolmasa, doimiy holatda tizza ikkita suyak bir-biriga ishqalanishi natijasida bitishga umuman imkon qolmaydi. Bitishi uchun atrofdagi mushaklar ishlashi kerak bo'ladi. Razrif menisik bo'lganda ikkita usulda lecheniya qilinadi. Operatsiya holatda konservativ lecheniya qilinadi. Operatsiya holatlarga qachonki ko'rsatma bo'ladi. Agar sizda razrif menisik bo'lganda tizzangiz juda katta miqdorda shishib ketsa, gemartroz holatida yoki o'sha yirtilgan menisik ekstruziya berib, siljib, orqadagi kirstoobrazniy svetskalarga tiqilib qolganda, tizza bloklanib qolganda, o'sha holatda to'g'ridan-to'g'ri operatsiyaga ko'rsatma bo'ladi. Operatsiya qilinganda ikkita xil usulda operatsiya qilinadi. Birinchi usuli artroskopiya. Artroskopiyada o'sha yirtilgan razrif menisik bo'lgan joy, yirtilgan shoxi olib tashlanadi. Olib tashlangandan keyin sizda nima kuzatiladi? Ikkita suyakning o'rtasidagi tog'ay yo'q. Endi ikkita suyak bir-biriga ishqalanish holati borgan sari tezlashib, tizzada gonortroz, artroz rivojlanib ketadi. Ikkinchi xil usulda agar tikish imkoni bo'lsa, plastika qilinadi. O'sha yirtilgan tog'ay tikib qo'yiladi. Tikilgandan keyin baribir sizda o'sha nagruzka yo'qolmadi-ku. Yirtilishga sabab bo'lgan narsani olib tashlamadingiz, o'sha yirtilishga moyillik yana saqlanib qoladi. Tiktirganingizdan keyin yana yirtilib ketish ehtimoli katta. Konservativ lecheniyaga o'tganimizda, konservativ lecheniya qanday qilinadi? Bu yerdagi razrif menisik bo'lganda sizda tizza ochilib yopilishi evaziga o'sha tog'aylarda ishqalanish natijasida tizzada sun'iy yallig'lanish hosil bo'ladi. Tizzangiz shishadi, tizzani orqa qismida kista bekkeri hosil bo'lishi mumkin. Senovit, burset kasalliklari rivojlanib ketadi. Bu kasalliklarda, ya'ni tizzangizda yallig'lanish bor. Birinchi o'rinda yallig'lanishni yo'qotib olish kerak. Yallig'lanish yo'qolgan sayin sizda og'riqlar yo'qolib boshlaydi. Mensik razrif bo'lganda o'zi sizda og'riq bermaydi. Mensik razrif bo'lganda tizzangizda og'riq bermaydi. Sababi mensikda nerv va qon tomirlar kamligi evaziga og'riq juda kam bo'ladi. Bitta og'riq berib o'tib ketish ehtimoli katta. Undan keyingi agar sizda tizzangizda senovit, burset, kista bekkeri kasalligi rivojlanib ketganda tizzangizda og'riq borgan sari kuchayib ketadi. Birinchi o'rinda siz lecheniya qilishdan oldin konservativ lecheniyada tizzadagi suyuqliklarni kamaytirib olishingiz kerak. Senovitlarni yo'qotib olish kerak. Ya'ni yallig'lanishga qarshi lecheniya olishingiz kerak bo'ladi. Yallig'lanishga qarshi lecheniya olib bo'lganingizdan keyin o'sha tog'ay yirtilishiga nima sabab bo'lgan? Nima uchun aynan ichki tarafdagi mensik tog'ay yirtilyapti, tashqi taraf yirtilmagan? O'sha holatlarni ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mensik yirtilishiga sabab bo'luvchi omillarni hozir to'liq ko'rib chiqamiz. Tizzangizdagi tog'ayni yirtilishiga sabablar, bir nechta sabablari bor. Birinchi sababi umumiy olganda tanadagi funksional holat buzilib ketadi. Ya'ni funksional holat buzilish deganda tizzani atrofidagi, sonda oldidagi mushaklar, to'rt boshli mushak, boldirdi mushaklari, sonda orqasidagi ikki boshli mushak, tizzani sveskalari, bu holatdagi mushaklar hammasi bo'shashgandagina tizzadagi mensik razrif bo'lishi mumkin. Chunki mushaklar o'zining vazifasini bajarmayapti, tanadan tushayotgan yukni to'g'ri taqsimlab yerga o'tkazib bermayapti. Bu mushaklarni ishlamasligiga sabab nima bo'ladi? Tepada bo'ladi. Sabab ko'p holatlarda tazdagi muammolar, chanoqdagi muammolar, chanoq atrofidagi mushaklar bo'shashib qolishi mumkin yoki grijadan keyingi holat, ichki organdagi muammolar, bo'yindagi muammolar sabab bo'lishi mumkin. Mensik razrif ko'pincha ayollarda kuzatiladi. Ayollarda butun tanada
Mushaklarda bo'shash holati kuzatiladi. Yana bitta sababi ayollarda ko'proq holatda estrogen gormoni ko'payib ketadi. Estrogen gormoni qancha ko'paygan sayin sizdagi mushaklar, svetskalar bo'shashib ketadi. Mushaklar, svetskalar bo'shashganda birinchi o'rinda tizza bo'g'imiga nagruzka tushadi. Nagruzka tushib, oyoqni qiyshiq bosish evaziga to'g'ri bosgan taqdiringizda ham ichki tarafga, ichki medial tarafga yuk ko'proq tushib ketadi. Chunki tug'ruqdan keyingi holatda chanoqdagi mushaklar, chanoqda ichki tarafi, paxoy zonadagi mushaklar bo'shashib qoladi. Natijada ichki tarafga, medial meniskga nagruzka tushib, oddiy holatda, oddiy yurib turganingizda yoki o'tirib turgan vaqtingiz menisk razrыв berib, yirtilib ketishi mumkin. Erkaklarda ko'proq holatda travmadan keyingi yoki futbol o'ynaganda, tana chiniqmagan holatda tez yugurib yuborsa, og'ir yuk ko'targanda tog'a yirtilib ketishi mumkin. Erkaklarda ko'proq tashqi lateral menisk yirtiladi. Lateral meniskning yirtilishiga sabab ichki tarafda erkaklar ko'proq gipertonus holatda, ichki medial tarafda mushaklari gipertonus holatda yuradi, tashqi tarafdagi mushaklar bo'shashgan holatda kuzatiladi. Buning sababi tepadagi muammolar, ya'ni qabziyat bo'lishi mumkin, har qanday ichki kasalliklar, umumiy, ya'ni kinezologiyada shunday narsa bor. Hamma mushaklar bir-biri bilan mutanosib ishlashi kerak bo'ladi. Bironta mushak o'zini vazifasini bajarmagan holatda ikkinchi mushak gipertonus holatda yoki bo'shashgan holatga o'tib ketishi mumkin. Natijada tushayotgan yuk noto'g'ri taqsimlanadi, tizzaning biomexanikasi o'zgarib ketadi. Siz bu kasallikdan to'liq tuzalishingiz uchun avvalambor oyoqni mushaklarini to'lig'icha tonusini tiklab kelishingiz kerak. Ya'ni bu holatda ukol-dori yordam berishi juda qiyin. Sababi nagruzkani hisobiga tog'a yirtilgan. Nagruzka qayerdan kelyapti, qaysi mushagingiz ishlayapti, qaysi ishlamayapti, bu holatda to'liq tekshirib, to'liq diagnostika qilib olish kerak bo'ladi. Qabulimga kelayotgan bemorlarda juda ko'pchiligi razrыв meniskni operatsiya qilib oldirib tashlagan. Undan keyingi holatda tizzada qotishish, ya'ni kontraktura holati kuzatilgan. Tizzada gonortroz holati, yemirilish holati tezlik bilan rivojlanib ketgan. Chunki o'rtada tog'a yo'q, ikkita suyak bir-biriga ishqalanishni davom etib ketaveradi. Agar sizda ham tizzangizda xuddi men aytgan diagnozlar bo'ladigan bo'lsa, ekranda ko'rsatilgan nomerlarga MRT xulosalaringizni tashlab, bepul konsultatsiya olishingiz mumkin. Men bilan tibbiy bilimlaringizni oshirishni istasangiz, kanalga obuna bo'ling va videolarimizni kuzatishni davom eting.